Hurmatli obunachilar, xayrli kech. Sizlarga bir video yozishga qaror qildim. Esingizda bo'lsa, chamasi 4-5 oy oldin bizga bemor tashrif buyurgandi. Uzoq vaqt davolanmagan varikoz evaziga oyoqlarida mana shunaqa yaralar hosil bo'lgan, katta yara va bu bemorga biza Doppler tekshiruvdan keyin endovenoz lazer obliteratsiya muolajasini buyurgan biza va undan keyin individual yarasini bitish bo'yicha muolajalar tavsiya qilganmiz. Hattoki o'sha lecheniyaga anchagina chegirma qilamiz deb va'da berdik. Afsuski bu bemorimiz operatsiya qildirishga boshqa klinikada afzal topdi. Dog'istonga borib operatsiya qildirib kelgan ekan va mana hozirgi holati achinarli, chunki yara bitmayapti. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, hozir Xudoga shukr, lazer obliteratsiyalari O'zbekistonda juda yaxshi bajarilyapti, jumladan varikozov klinikasida va eng muhimi bu bemorlarni operatsiyadan keyin parvarish qilish, operatsiyadan keyin qayta ko'riklarga chaqirish kerak va shart. Bu juda muhim narsa. Bizda esa bu mutlaq bepul. Shuning uchun ham o'sha hozirgi paytda varikozi bor bemorlar chet elga borib, kim bo'lib Dog'istonga borib davolanib o'tilishi shart emas, chunki sizni davolagan xirurglaringiz yoningizda bo'lishi kerak. Dog'istonga borib kelish albatta bu qiyin va holatini ko'rish ham qiyin. Shuning uchun shuni sizlarga yozib ogohlantirib qo'ymoqchi edim.